Ko'pchilik so'ragan Force'larda, S-Branklarda, Goldingus'larda, Jordan'larda yangiliklarimiz keldi. Force Kobe bilan kollaboratsiyasi, dizaynlariga, modeliga bitta ahamiyat beringlar. Juda ham zo'r chiqqan, sifatlari ham, ko'jalari ham juda ham zo'r chiqqan. Uch xil rangini olib kelganmiz. Oqi, mana bunaqa seri rangi ahamiyat beringlar ranglarini. Uchinchi rangimiz ham mana bunaqa oqqa qizil kombinatsiya bo'lgani, juda ham zo'r chiqqan, originalda to'pda turgan ranglari. Force mana bu rangi повтор keldi. Ko'pchilik so'rayotdi bu rangini, juda ham zo'r sotiladigan rang. Mana bu rangi ham повтор keldi. Cactus Jack bilan kollaboratsiyasi, juda ham chiroyli chiqqan, bejiga boloti rangi. Mana bu variantimiz ham повтор keldi, barbrili varianti, juda ham zo'r sifatlari ham. Jordan'da mana bunaqa yangicha rangi keldi. Rangini bitta ko'ringlar, bardoviy oq kombinatsiya bo'lgan, juda ham chiroyli chiqqan. Ikkita qo'shimcha chiplari bilan chiqadi. Sifati juda ham zo'r varianti. Xuddi shuni mana bunaqa rangini olib kelganmiz. Boloti deysizlarmi, yashil deysizlarmi? Ko'pchilik so'ragan Goldingus variantimizga keldi. Ko'ringlar, sifatlari ham juda ham zo'r chiqqan. Ikki xil rangini olib kelganmiz. Ranglarini ham ko'ringlar, juda ham chiroyli chiqqan. Superstarda yangilik 2026 dizayn kelgan. Ko'rsanglar bo'ladi, dizaynlarini ham juda ham zo'r chiqqan. Ikkinchi rangimizni ham ko'ringlar. Ko'jalariga ham bitta ahamiyat beringlar, juda ham zo'r. S-Brankga ko'pchilik oqqan ayki qoraligini so'rayotdi. Buni ham olib keldik, razmerlarini to'ldirdik. Mana bunaqa beb bilan kollaboratsiyasini ham razmerlarini olib keldik. Bundan tashqari juda ham ko'p yangilik повтор modellarimiz bor. Ularni bemalol magazinga olib kelsanglar, internet dastlabki qilib beramiz, hammanglarni kutamiz.